Hop akalar, assalomu alaykum. Mana Damas avtomobilimiz keldi. 2019 ishlab chiqarilgan, 270 ming yurgan masofasi. Oldi zigzaglar o'ta ham chiroyli. Holatda kraskasi shu ozgina o'zinglar uchun ko'rishib olasizlar, bir 30-40%. Mayda-chuyda kraskalar bor ekan, shilingan, chizilgan ekan. Mashinamiz chuqurroq mashinasi. Xohlagan dokument bir marta qilib beriladi, xohlasalar generalniy, xohlasalar оформит. Mashinamiz xudo xolasa dokumentlar o'ta ham top-toza. Zigzaglari ham juda joyida. Holatlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Benzinga yurar ekan, shu laboylarda ozgina bir ishlar bor ekan. Hop, yurgan masofalari, mana ichlari, chexollari bor ekan. Bir chexollarini, poylarini bir sira bir qarab oladigan holatda ekan. Hop, bu mashinamizni kelishgan holda $4000 dan barakasiga o'tib beramiz deyapmiz. Xohlasanglar, puli yo'q holatda bo'ladigan bo'lsa, dokumentli pul topilsa, bankini o'zi yurib chiqarib olsa bo'ladi. Bir $200-300 dokumentli pul bo'lsa, bankka chiqazib beramiz. Inshaalloh, xudo xolasa, mashina tayyor, mehnat turgan mashina, tayyorlanmagan. Dehqon o'zidan ham oldik. Qanaqadir bir tavsiyalar bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni qoldirib o'tib ketamiz. Telefon qilsanglar, xudo xolasa, xohlagan dokument qilib, xohlagan yo'lda ishni bitirib bera olamiz. Pastda nomerlarimizni qoldirib, murojaat uchun raqamlarni qoldirib ketamiz.